Salom alaykum. Bu nima deb hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak. Bu xuddi oltin konlarni eslatadi. Aslida bu asal. Kungaboq asali. Har xil asallar mavjud. Bu yoqda bo'lsa, hattoki mumyoli asal ham bor. Bu mumyoli asal juda ham ko'p tabiiy foyda, davo bo'ladi. Oshqozon ichi immunitetga yaxshi. Ichidagi zaharli moddalarni tozalab, yaxshi chiqarib tashlashga yordam beradi. Suvi mumyoni o'zini bilamiz. Suvilarni singaniga yaxshi ancha bo'ladi. Oshqozonlarga anchagina shifoli asal hisoblanadi. Bu kungaboqqa bu bo'lsa, kungaboqqa podsolnix deyiladi ruschasiga. Bu bo'lsa immunitetga, yurak, qon tomir, jigar, oshqozon charchoqlariga ancha foydali asal hisoblanadi. Har xil asallar mavjud. Ko'rsanglar bo'ladi. Foydali ma'lumot bo'lgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib qoling. Albatta like bosishni unutmanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.